Assalamu alaikum, urmatlı Kunceles kanalının görüşçüleri, kımbatlı mekendeshler, kutmandı günüңүздөр менен amansızdarбы? Kunceles kanalı uçurda Soquluq mal bazarındагы koylar turgan riyadga keldi. Бул чыгарылышта biz sizlerge mayda maldардын baалары менен чагылдырабыз. Алдын ала айта кетчү нерсе, бүгүн мына аба райын көрүп турасыздар. Күн суук, майда жамгыр нөшөрлөп турат учурда. Анан бүгүн 21 март Ноорус күнү майрамга карата малдагы эл дагы аз болуп атат. Мына караңыздар, мал дагы аз экен. Бир четтен баштап көрсөтө берем. Кайсы сиздеке? Мынагы түшпөйсүз. Так, мынагы коз экен. Канча айлык бул? 3 айлык. 3 ай. Канча деп атасыз буганы? 12 миң сом. Жакшы. Эркек бургачу бул? Эркек. Так, кымбатсырап атат окшойсуз, а? Жок, сизге жок. Так. Ылдый карап кете берейин. Бүгүн мал азыгына жараша шытыр-шытыр кетип атат. Мына семиз кочкорлордон сурайын. Бул канча жаш? 1 жаш болуп калдыбы? 9 ай. 9 ай. Бактыңыз, а? Канча сурап атасыз буга? 22. 22 миң сом дейт. Чоң бейик коз кочкор экен. Бир четтен сурай берейин. Койчу кой, боозбу коюңуз? Кысыр? Канча сурап атасыз акчасы? 12? 12 миң сом экен. Орто кой. Жакшы. Дойну эчкилер канча, нече улагы менен? 7 тураттам улагы менен. Муну 6. Кичинекейге 6, бу улагы менен 7 экен, а? Жакшы. Дойну сүт багатында эчкилер, ак эчкилер. Мал аз туугандар, көрдүңүздөрбү бүгүн ушундай болуп атат. Бу козуларды алды окшойт менимче. Так. Мен ылдый карап ал бул жерден тандап көрсөтөйүн. Ар бирин сураганга. Мына алдыңызбы, сатып атасызбы? Канча деп атасыз мына? Ооба. Жок. 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 Канча сурап атасыз буга? 25. 25. Багылган окшойт, а? Ооба да. Бул жактан келип атпайсызбы же? Макул. Мейли. Так, козулуу койлордон баштайын. Канча козусу менен бул? 24? Ох, бул канча диш болуп калат кой? Коюңуз канчанчысын тууду? 4 диш экен, а? Эсенбек? Эсенбек деди жерде кара куртка кыз бар. Ошонун ургач козуларын тартып койчу. Так. А баасы канча бересиз деп? Так, козулар канчадан? 12 болот. 6 миңденби? Мунагы чоң экөө 6 миңден экен. Бул кичинекейлерчи? Бул 4,5 сааттан 4 берем. Бул 8 болчу. Бул 8 экен. 2 айлык болчу, семиз көрдүм. 2 айлык семиз. Бул 4,5, жакшы. Кичкинтай козулар. Ох. Мен только тартам ютубка. Эгизби коз? А, козу. Канча козусу менен? 13,5 болушу. Мына козу 3,5 берем. Булар 3,5 миңден экен, а? Булар сүт эмбей калса кыйналбайбы? Бакалашка менен бериш керек экен, а? Бул биринчи тугучпу? Биринчи тугуч экен. Та бир аз чоңойот дагы, ошол боюнча калат булар. Ким? Менби? Барайынчы чакырып атат. Бир четтен баштап көрсөтөйүн. Булар 4,5 сааттан. Кайсы кочкор? Мына кочкор бу? Романовский окшойт. Келиңиз. Кандайсыз? Шуну бир тартып койчу. Так, бу кочкор экен, а? Бу канча жаш бул? 2,5 жаш экен. Мына көрдүңүздөрбү? Дагы куйруктарын караңыздар. Так, канча деп атасыз муну? 25 турат. 25 миң сом. Жаман семиз экен, а? Багыпсыз. Так, номерди айтыңызчы, Романовский издегендер чалсын сизге. 706 0706 714 714 553. 553. Романовский койлор дагы барбы? Койлор бар. Mo Romanovski'den kaçıp kaldı. Ne oldu? Buga kança surap atasiz? 10 da atam 10. Жакшы, митис болгон үчүнбү? Qo'su da buga 10 turap atam. Жакшы, 10 миң сом сурап атат экен. Романовский койлорду азыр мына чоң кочкорлорго качырып атат. Айрыкча дорперлерге качыруу популярдуу болуп атат азыр. Кыргызстанда саналуу гана дорпер кочкорлор бар. Качырып, мен интернеттен көрүшүм боюнча бир Романовский кой 5 тууду Бишкекте. Дорперден качып. Так. Баштай берейин, а мына семиз койлор, чоң койлор турат, мына койлор. Сиздики таксыр? Сурай берейин. Алдыңыз буларды. Канчадан алдыңыз ана? Секрет болбосо.
13 var, 16 var. Uşul 13 ha? 15 var. 15 jarımga. Bular çökösü. 13. Bul 13, bul 16 jarım. Koygulas biçe soyasızbı? Soyla, soygobu. Yaxşı. Etke ketet eken. Yaxşı. Gıldy qara. Bular sizden emasmi? Bular hajayini jokku. Kutuңuzдарда alıngan bağalardı gördüңүздөр. Bazar bağası. Bunu onda surayın. Toqtuğu bul. Kaçkarı kança sıradasız buğa? 13,5 ming so'm. Qo'ylaringizchi? Qo'zusi menen. 15'ten eko'tdan qo'zu barmi? Yo'q, biroylar. Ha, buni 15 ming so'm ekan. Bu o'zichi jalg'iz to'qdi. Sizga emasmi? Yaxshi. Tak. Bu yerda bog'lan qo'chqorlar bor ekan. Oh, mana ko'rdingizlar, bekich. Vaqtingizlar uni taqsi. Ha? Vaqtingizlar buni? Qanchadan bo'ldi? 20 ming so'mdan deydi mashlarda. Kurgoy. Hay. Pazarda har qanday odamlar bor, to'g'anlar. Kebirler jaqtiradi, kebirler jaqtirmaydi. Al buna qo'chqorlarning eesinden mana shunday ahvolni ko'rdik. Suylagisi kelmaydi. Tak, surayınchi. Qo'zg'a chiqargancha taqsir? 12 ming. 12 ming o'rta etdi ekan, ha? Egizmi qo'zlar? Yo'q, yo'q. Qanchadan? 5'ten. 5 mingdan. Qo'zlar bu, ha? Qo'ychi qo'y. Qo'y 10 ming so'm. Bo'zmi? Qisib ekan, ha? Sizdan-chi? Siznikichi? Taqsir. 20'dan. Qo'y o'zi. Buni uch. 15 ming so'm. Chashaganlar bular. Gördüңүздөр, bozorda mal öte az. Men hozir bosh jag'indaman. Azıldı jag'ina dagı boraman. Bugün mayramga jan pagodaga mына ушундай mal öte az chiqdi. Soquluq mal bozorunda. Biroq semiz mallar tıtılıp ketip atat da. Nolar surayınchi. Qandaysizlar taqsirlar? Kelin, qanday chiqishinglar. Kelin. Men bu jaqdan turib surayın ha. Sprinterin jarımını tüketdingizler. Eko? Qo'yingchi. Bazar qanday ekan? Slavoy bo'ja shitir-shitir ketib o'tadi. Bazar adam çok jamur jag'laqdi. Adam yo'q, biroq semiz qo'ylarni men qarashim bo'yicha tutib ketadi, ha? Tak, bu qo'zg'ochqalar qayerdan keldi? Qanchadan deb o'tasizlar? 12, 13, 13 yarım. 12, 13 jarımlardan ekan. Qayoqdiki bular? Mesmi? Belotski. Ular smesh o'xshaydi, ha? Bernos menen. Shunday dün olib keldi. O'zingizning chorba bu. Yaxshi. Bozorda bersin, o'zingizning chorba deydi. To'xtingizlarda. Men al yerdan, bu yerdan ko'rsataman. Tak, bularning iyesi yo'q. Bir jaqqa choy mayga bosib ketgan o'xshaydi. Men hozir qo'ylarga yaqinroq borib ko'rsatayin, ha? Biz so'qliq buna qo'ylar tig'in yerine geldik. Eng sentri. Bir chetdan so'ray beraman. Kelishgan qo'zisi meni qancha taqsir? 21. Erkak qo'zisi. Erkak. Mana qarangizlar, jerishgan. Nonday bo'lyapti. Tak, mo qo'chqoringizchi? Semiz qo'chqor. Qo'chqorda o'sha. 21 dan, ha? Bu o'zingizning qo'ylaringiz-ku, ko'p olib chiqibsiz, ha? Bularda da o'shanda bo'lish kerak, ha? Qo'zli qo'ylar. 19. 19. Bu legiz qo'zisi menen, ha? Buna yoqda bir turadi. Buna yoqda bir turadi. Bu qancha? Bunda bu 20. Bu 20 ming so'm, ha? Yaxshi ko'rdingizlar, mana shunday o'tadi bozor. Hozir biroz qo'y azroqdan, ha, bozorda. Bu qo'zli qo'yingiz qancha taqsir? 10 ming so'm tiy qo'zisi, ha? Yaxshi. No sodalashadi hozir. Mal soygan. 3 mal deydi. Qancha so'radapti mal? 10 ming. Va yaxshi. Bu qo'zlaringiz qancha olib ketdi sizniki? Bekar. Bekar? Bekar bersangiz olmaydi bozorda, samleniya qarama. Qanchadan so'radasiz? 8 mingdan. Yaxshi, 3 qo'z ekan, ha? Birisi kishini og'riqroqda sezildi. Tak, bozor deng, ha? Bozor mo'l yerdan negiz el jura olmay qoladi. Hozir dag'i bozor arzonroq ekan. Kishini malda qos. Jiydingizmi? Qayerdan jiyib keldingiz bular? Bozor qanchadan bular ham o'rtacha bor? 13.
13, 12. Munolar 9'dan mı? 10. Bazar bugün patolog buldu mu? Patolog. Malazı. Malazığına. Cık kozlar turadi. Bular erkek burgaçı mı? Aralaş mı? Aralaş. Aralaş mı? Bunuz qanchadan? 6,5. 6,5 7 çoğuraqtары 7,5 kişinekeleri 6,5 erkek urgaçı aralashgan. Siz qanday ulaqtar qarmoqasiz taqsir? Ular Голландский. Qanchadan bular? Ne paroda? Doynuy bu jem yashmay bo'lib qoladi. Doynuy. Enesi doynuy. Noğu? Bu enes menen qancha bular? Enesi 15 bin. Iki ulağa? İlk ulak enesi Iki ulaq enes men 15 bin so'm ekan. Oo. Kelin, qanday? Uyda Araşan Aruda var. Tak. Aytыңыз, qayaqda turasiz? Qaysi жерде? Uyda Nijniy Chuy. Manas aeroportda. Manas aeroport. Qancha baş Araşan var uyda? 10 baş var. 10 baş qozulu bu je cho'ng qo'ylar bu. Shundaylar. Shundaylar. Araşan emas biroq. Ha, bular Araşan emas. Uydagilar Araşan ekan. Bular prostoy. Mana shundaylar. Qo'chqor bu bularcha urg'achi to'qqa. Urg'achaning bardi urg'achi. To'qta? Ikki tishdan. Tak, satılatganda buni nomerni aytib qo'yganda Nijniy Chuyda bo'lsa, chalsin odamlar shunga. Aytaver. 0706 0706 27 Hey, 27 emasken. 92 79 42. 92 79 42 ha 706 menen. Bo'ldi, chalaverasizlar. Qanchadan oladin bahsini? 14'tün. 14dan so'rab o'tasiz. Bo'ldi, chalaverasizlar. Araşan Paroda. Arashanskaya poroda deydi. Qizil quloqlari uzun qo'ylar bo'ladi-da, bular asronday. Sak. Buna qo'zlu qo'ylar turadi, prosto charba. Qanchadan dedingiz bularni? 8,5. Qo'zsi menanmi? Ko'rdingizmi? To'qlar ekan 8,5 mingga. Biroq arzonroq ekanda. Ha, buni so'rayinchi. Bu qo'zlar qanchadan bo'lib ketdi taqsir qo'zlar? 8 ha? Kichikdaylarchi. Tak, mana ko'rdingizlar, bozorda mal oz bo'lib o'tadi. Biroq semiz qo'ylar tutib ketib o'tadi. Labbo menen qo'ylar kelibdir. Sodalashib o'tadi. Qalmoqdan ko'r anam dedi. O'zini g'alati turgan qildilar nima qiladi? Yo'q. Qo'zi yemizibdilar, onday dedim. 15 kunlik qo'zilar bile. Siz nachi? Jag'ib qoldi, qo'y desam vallahi. Qo'zlari 15 kunlik ekan. Bilga satam deganmi? Qanchadan so'ratasiz? Yo'q. Qanchadan so'ratasiz? Suladamdan bu yoq o'zi bilir. A, sodalashib o'tasizlarmi? Shart. Qo'zli qo'ylar ekan. 21 ga. Men video o'tar. Tak. Siz qancha so'ratasiz buga? Bu neki? To'q o'xshaydi bular. To'qdi. Bozorda ko'rdingizlar-ku? Mana bulardan so'rayinchi. Bu jalan qo'chqorlar bular. Bag'ilgan bu je, jo'nli. Qanchadan bo'lib ketdi bular? 400 mingda, 25 mingdan ekan, tegileri 20 dan chaqanroq ekan. Satib ketdi. Qancha sotdingiz? O'g'in 25 ga sotibdi. Bu zo'r ekan-a, mo'llarga qaraganda. Yaxshi. Qo'zlar ekan. Bular tish saytdir. O'da. Ne kanal? Kunjelesi degan. Kunjelesi degan. Tak. Nette cho'ng-cho'ng qo'ylar bu yoqda Romanovskiy qo'ylar bor ekan. Sizda ham taqsir bu yoqda? So'rayinchi. Bu Romanovskiylar qanchadan bo'lib ketdi? Sotib yurdingizmi? Qo'zda alalar ha? Qo'zg'ochqorlar. Ha, bu qo'ylaringizchi? Ne paroda bular? Ha, bular qo'chqori bor. Bular qanchadan bo'lib ketdi? 17-16 dan ha? Bularda az borib ko'rimga qo'ysa yaxshi bo'ladi ekan ha? O'rta etmenen turadi. 17-16 dan. Bularda sotilib ketdi-ku? Buni Romanovskiylar. Büt. O qanchadan satdingiz Romanovlarni? 7dan ketdi. 7dan. Yaxshi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. 7000 so'mdan Romanovskiylar polniy sotilib ketdi.
Oh, mына buqa 180 ming so'mga ketdi. Ko'rdingizlar bozorda. 200 deb qo'yadi tegilarga tegishib. Bu bozor deymizlar, ha. O yaxshi qo'zlarni qarmab oldi. Qancha so'radi? 8 dan so'radi. Siz ne olib yurasiz? İşteyim de bir yerden. İşteysizmi? Yaxshi. No, yaxshi yarıçkalar, qo'ylar bor ekan. Yaxshi qo'ylar ekan. Siz so'rab ketayina taqsir. O'rta qo'ylar ekan, ha. Sizniki-mi? Merinos, ha? Qochqor, yuramiz. Ektish bo'ladi yaqinda. Evet, xudo qalsa. Bu qanchadan? 11,5 ga beraman. 11,5. 9,5 ga beraman. Sat ökoy qoldi. Ökoy qoldi. Qanchaga berib qo'ydingiz sizlar buni? Mana 11 ga berib qo'ydim. 11 ga berib sizlar. 8,5 ga beraman. 8,5 ga berib qo'ydi. Bundan shunday. Qo'y, ne, qiynavayın. No qo'ylar olinib ketadi o'xshaydi, ha? Boshqa joqqa. Qanchadan olib turlar, ha? Ular qanchadan olib tur? Bilmiyorum, satgan jo'q shu. Buni qazayka. Buni ejen satdim. Qo'y, ne, ejen qiynavaylar qo'y. Shu eko'ni hozir bozorga tushsa sotib bersangiz kerak? Satam xudo. Ha? Yaxshi. Bereketini bersin. Sen asli yaqinda. Bag'asi yaqinlab qolibdi. Bozorni ko'rdingizlar-ku? Ayağına gelip kaldık buna. Tigi başı. Tak moğollar sırayında videonun cintayın men. Toqtular 13'ten mi bular? Toqta ektiş. Ektiş böyle ekan bular. Mana shunday ekan da tuğanlar. Kenç. Ya qo'ying sizni qiynavayın. O Qo'chqor bu? Yo'q. Urg'achi. Qancha olib ketdi? 14 deb turib turasiz. Semiskena. Qanchani sotdingiz? Bugun ham. Olib sotdingiz. Yo'q. Yaxshi. 14 ming so'mdan so'rab o'tadi ekan. Eti yaxshi. Bereketini bersin, al bu bozorga tushsa sotilib ketsa kerak. Havada. 14 deydi-ku. Bu qo'ylarni olgan o'xshaydi, qo'zli qo'ylarni. Chetkapchiq boylab qo'yib tur. Ko'rdingizlarmi? Hozir qo'zli qo'ylar bilan semiz qo'ylarning, qo'chqorlarning sezoni bo'ldi. So'yilib turgan. Nasıllar bağ bo'ladi bozorda. Anda mesela biz videoni jin tutadik. Salomatda qolingizlar. Bizning videomizga klass basib, kommentariy qoldirib, yaqinlaringizlar bilan bo'lishib, kanalga qattiq bo'lganda qattiq olib ketingizlar.